Farg'ona axborot agentligining xabar berishicha, 10-iyun kuni Ostonada AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida S5+1 muhim minerallar bo'yicha muloqoti bo'lib o'tdi. AQSh delegatsiyasiga AQShning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus elchisi Sergio Gor boshchilik qildi. Muzokaralar davomida geologik qidiruv ishlari, muhim foydali qazilmalarni qazib olish, ularni qayta ishlash va barqaror global ta'minot zanjirlarini yaratish bo'yicha sessiyalar bo'lib o'tdi. Sergio Gor o'z nutqida Washington Markaziy Osiyoni global savdo, transport infratuzilmasi va ishonchli logistika yo'nalishlari markazi hamda geostrategik jihatdan ustuvor mintaqa deb bilishini ta'kidlagan. Bugungi kunda zamonaviy dunyoda texnologiya sanoatining muhim roli tufayli yetakchi davlatlar o'rtasida noyob tuproq metallari zanjirini nazorat qilish uchun keskin geosiyosiy raqobat bormoqda. Ushbu metallarga nisbatan tez o'sib borayotgan talab ularni strategik resursga aylantirdi va yirik davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy raqobat va resurslar uchun kurashni kuchaytirdi. AQSh va Xitoy o'rtasida noyob tuproq metallari zanjirini nazorat qilish uchun keskin geosiyosiy raqobat bormoqda. Bugungi kunda ular texnologik kelajakning kalitlari deb atash mumkin bo'lgan resurslarga kirish uchun asosiy kurashni olib bormoqdalar. Noyob yer materiallari nafaqat xom ashyo, balki texnologiya bozorida va harbiy iqtisodiyotda ta'sirini kuchaytiradigan kuch vositasidir. Xitoy nafaqat noyob tuproq elementlarining eng yirik qazib oluvchisi, balki dunyo bo'yicha qayta ishlash quvvatlarining qariyb 70% qismini o'z qo'lida ushlab turadi. Bu esa mamlakatga eksportni cheklash orqali kuchli siyosiy va iqtisodiy bosim o'tkazish imkoniyatini beradi. Qo'shma Shtatlar ushbu metallarning importiga tayanadi. Bu esa uni geosiyosiy xavfga duchor qiladi. AQSh ushbu qaramlilikni kamaytirish uchun ichki qazib olish va qayta ishlash infratuzilmalarini jadal rivojlantirmoqda. Markaziy Osiyo kabi zaxiralarga boy mintaqalar bilan yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ymoqda. Ikkinchi Roshid xalifaligi davlatida mujassam bo'ladigan buyuk islom mafkurasi orqaligina dunyodagi bu azob-uqubatlardan va boyliklarning talon-taroj qilinishidan qutulish mumkin. Aynan shu davlat xalqaro siyosatning harakatlantiruvchi kuchini foyda orqasidan quvishga emas, balki insoniyatni zulmatdan nurga olib chiqish uchun o'z mafkurasini butun olamga yoyishga sarflaydi.